Yashnobod tumani Muxtor Ashrafiyda 2-3 sotuvli xonadonimizni sotuvga chiqyapti. Narxini 53 ming dollarga baholaymiz. 3 ta xona, hamma qulayliklari bor. Keng, fayzli, tinch mahallada. Ko'cha tarafdan tushuntirib beradigan bo'lsam, yo'lni yuzidan 200 metr kirganinglarda mana shu xonadonimizni sotuvga chiqyapti. Hamma qulayliklari bor, gaz, suv, svet, kanalizatsiya, umuman muammosiz. Kirib kelganimizda bitta mashina uchun joy, bu tarafimizda asosiy binoyimizda joylashgan bo'ladi. Sizlarga hamma qulayliklari bilan bitta ko'rsatib beraman. Kelib o'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Hamma shart-sharoitlari qilib qo'yilgan. Bu tarafimizdan asosiy binoga kirib ketish bo'lsa, endi sizlarga orqa tarafidan bitta ko'rsatib o'taman. Kelib, uyimizni sizlarga orqa tarafidan tushuntirib beradigan bo'lsam, bu tarafimizda joylarimiz bor, bu yog'imizda letniy oshxona varianti foydalansanglar bo'ladi. Hamma qulayliklari bor. Bu tarafimizda ham kelib o'zining joylari bilan qilib qo'yilgan, hamma qulayliklari bor. Bu yoqda bitta xonamiz bor, o'zingizlar bitta ko'rib baho berib qo'yinglar. Endi sizlarga asosiy binoyimizni to'liq video davomida ko'rsatib beramiz. Asosiy eshikdan kirib kelganimizda zo'r hovlimizni ko'rishinglar mumkin. Hamma qulayliklari bor. Bu yoq tarafimizda oshxonamiz o'zini orqa tarafida sanuzel qismi bilan birga, bu yoq tarafimizda ikkita xonamiz bor. Bu yoqni zal, bu yog'imizni detskiy spalniy xolisizlar, взрослый spalniy variantida foydalansanglar bo'ladi. Oynalar akfa qilingan, hamma qulayliklari bor. Shu ko'rib o'tayotgan xonadonimizdan sizlarga 53 ming dollar deb qo'yamiz. Pastda egalarning qo'yini qoldiraman, o'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.